Assalomu alaykum. Yana bir marta o'zingiz ko'rishimdan mamnunmiz. Xo'p, bizdan bu yil qayerga ketdingiz? Bolgariyaga ketdim. Bolgariyaga. Sofiya shahriga skladga ketdingiz. Xo'p, nima ishda ishlayapsiz? Hozir skladda kara haydayman. Zo'r. Oyliklaringiz qanaqa bo'lyapti aka? Oyliklar yaxshi, xudoga shukr. 1300-1400 qo'yayapman. Ish soati dushanbadan jumaga, to'g'rimi? Shanba kuni, odat kuni ishlar bormi? Shunaqa. Shanba kuniga ishlaymiz, yakshanba kuni ish bermaydi, yakshanba kuni ish bo'lmaydi. Yakshanba polniy vaqtda. Shanba kuni albatta ishlaymiz. Uncha og'ir ish bo'lmaydi. Qo'shimcha ishmi? Uning uchun qo'shimcha to'lovlar qilib beryaptimi? Shu xonada 5 kishi joylashtirilgan. 3 xonali uyda 5 ta odam. Значит, xonada 2 tadan odam yashaysiz. 2 tadan yashaymiz, bitta xonada bitta o'zim yashayman. Qolganlarimiz ikkita. Boshqalari bor. Sharoitlar qalay? Ovqat bemalol tayyor. Bizdan olgan konsultatsiyangiz bo'yicha hammasi oylikda ham, yotoq joyda ham, bir mahal ovqat bersa ham, o'sha bizga kelib ma'lumot olganingizdan keyin birga bir to'rt yo'q, to'g'rimi? Yo'lovchi tomonidan yoki ish beruvchi xodimlar tomonidan qo'pol muomala. Okey. Zo'rmi? Zo'r. Hammasi yaxshi gaplashib ketganmi? Zo'r. Endi oyligim 1300-1400 chiqadi. Ya'ni o'zim shaxsan sal ko'proq ishlataman. 100 dollar olib qolaman o'zimga. Qolganlar 200 dollar olib qoladi, yetadi. Kiyinamiz, ko'chaga chiqamiz, aylanamiz, ovqatlanamiz, o'zimizga olib qolamiz. Shahar chiroyli, sentramiz. O chiroyli shahar. Har hafta aylanib kelamiz o'zimiz bolalar bilan. Tog'larga chiqdik, dam olganlar. Shanba-shanbaga dam olib keldik. Endi hozir boshqa davlatga chiqamiz. Gretsiya bilan Turkiyaga boramiz bolalar bilan. Venjini 2 oyda chiqdi, borganimizda uchirtga qo'ydi, 1 oy kutdik. Chiqdi, borib olib keldik. Necha yil berdi? 3 yil. 3 yil berdi. O'sha kompaniyaning o'zida davomiy ishlashlari mumkin. Bu degani bu 3 yilda o'zida to'xtadi degani emas. 3 yildan keyin shu venjini yana cho'zdirib 5 yil yana ishlasalar bo'ladi, umumiy. PMJ aytgandek, u yog'iga уже oylingizni ham olib borsangiz bo'ladi PMJdan. PMJ olganingizdan keyin уже siz o'rtab uydan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Ayolingiz yoki bola chaqangiz bo'lsa, davlat maktab, bog'chalarga ham joylashtirsangiz bo'ladi. 1 oyda 1 hafta o'tibga berilgan. 1 oyda 1 hafta o'tiz? Hozir 6 oyda yilda o'sha 1 oylikdan yilda bittada kelyapti. Shunday. 1 oyda 1 hafta beradi. Xohlasangiz olasiz. Biron Turkiyaga misol uchun Gretsiyaga borib, Turkiyani aylanib bo'ladi. Endi bormaymiz. 6 oyda zato yig'ib 1 oy mazarda ketasiz. Dokumentimiz bor, polis to'xtatadi. Agentlar beramiz. Muammosiz? Yo'q. To'g'ri. Просто проверка bo'ladi, tekshirish. Qonuniy ishlashda yana bir plyus tomoni. Hujjatni bemalol ko'rsatib, qo'rqmasdan bemalol ko'chada aylanib, ishdan tashqari vaqtda, dam olish kunlari yoki bayram paytlarida ham bemalol aylanib yurishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, akamiz biza orqali bu yil Bolgariyada ishlagan ketuvdilar. Otpusklarni olib, uydagilarni ko'rib ketyaptilar. Xudo xolasa 30 kundan keyin yana o'z ishlariga boradilar. Bizani kuzatib boringlar. Sizlar bilan aloqada.